Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilari. Mana sizlarga navbatdagi uголовimizni video obzorini boshladik. Xo'p. Kuhna deysizlar, mana kuhnaning razmeri 2.30 ga 2.30. Mana stolning razmeri 90 ga 1 metr. Mana tumbasini ikkita qilib berganmiz, mana shunaqa qilib. Kuhnaniki bunaqa kenglikda bo'lmaydi. Hozir bitta odam bu yerda bemalol yotib televizor tomosha qilsa bo'ladi. Orqalari ham o'zini material ishlangan. Akani uyi perikosligini hisobiga bu yoqqa terib qo'ydik. Mebelning rangidan bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisa 100% sasna stollarimiz MDF gold ishlangan. 5 yillik garantiyasi bor. Behijolat materiallari mo'yishi, kirchimol material. Mana bu akamga o'zi zo'rg'a bitta materialdan topdim. Noyob material olib ketib u ham. Bunga ham gold aralash ishlangan mana. Ko'rishingiz mumkin. Burchagini 90 gradusda qilganmiz. 90 gradus deyishadi. Odamlar misol mana buni burchagiga o'tirib bo'lmaydi-da, lekin vid beradi. Shuni hisobiga 90 gradus bo'lib chiroyli turadi misol mana. Ko'rishingiz mumkin. Hozir endi xo'p hisoblaydigan bo'lsak, 2 ta, 2 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Bitta oilada misol 6 kishi bo'lsa, 6 kishi, 7 kishi misol mabodo endi bo'ladigan bo'lsa, mana mash holatda, go'zal holatda mana bo'ladi. Xudo xolisa 6 kishi, 7 kishi bemalol o'tirib ovqatlansa bo'ladi. Endi bittadan chini hisoblasangiz ham 6 ta chini bemalol sig'adi. Xudo xolisa. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, 3,5 million so'mga Zafar akam marhamatli oldin ugol olgan edi. Menga Nodir dedi, kuhniki bering endi dedi. Kuhnasini kelib mana o'lchab 2.30 ga 2.30 100% sasnada 3,5 million so'mga olib kelib joylab ketyapman mana. Xudo xolisa, kimga mana shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, chiroyli qilib beramiz, murojaat qila olasizlar. Inshaalloh garantiyalari bor. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Doimiy sizlar bilan Nodirbekman.